Qo'llarini uzun. Qo'lni shunday o'nglaysini to'g'rilab, yarasiga. Shu nari qo'lni o'zini to'g'rilasangiz, mana qo'lingizni masga oladi. Kelinglar. Assalomu alaykum. To'g'rilaysiz, qo'lga qaraysiz. Bas. Yuz pastroq olaylik. Pastga qarab olaylik. Kecha kayfiyat qo'shaylik, xafa bo'lyapsiz. Qarab turingchi, uyda Orada dollar deb tursangiz kulib turadi bola. Dollar. Ketdi. Sekin ko'taryapsiz. Qo'l tushiryapsiz pastga. Tepadan pastga tushiraverasiz qo'l. Keling. Nimaga? Urvalning ko'zimdan Baqa kelib duo olib keyin ketar ekan. Yapakasini yarim yerga tashlab turishdi. Keyin. Ha, mashinada olib kelib bag'da keyin Sizni yuzni ko'tarish holatda kamera qaraverasiz. Tushiryapsiz-da. Xo'p. Bo'sh ham yaxshi. Ha, o'sha tezroq chiqing. Tayyormiz, a? Yana bitta. Endi silkitib olamiz. Yuzni ham qilmaydi. O'zini holida sekin tushirib turib, yuzni bunday ko'tarib. Asib bu tomonga qarab. Yana bitta. Tayyormi? 1, 2, 3 ketdi. Sepasi ko'ramiz, o'zi. Sepinchi ko'raylik. Burada kechga. Hiç zor o'shaverasiz ekan. Okringni sep. Sal baka bo'ldi. Mana shuni. Qarang. Sepinchni ko'raylik. O, ana endi sal o'xshayapti. 1, 2, 3 ketdi. 2-3 marta. Shu ashini yana endi sal okring. Tayyormiz? Qani? Shu. Seping. Yana bitta. Juda zo'r.